U bir paytlari oddiy olim edi, ammo u o'limga qarshi kurashishni tanladi. Yashin chaqqanda o'sha kechada u tabiat qonuniga qarshi chiqdi va dunyo hech qachon avvalgidek bo'lmadi. U hayot yaratdi, lekin bu hayot mo'jizasi emas edi, bu dahshatning o'zi edi. Film bir olimning abadiylik orzusi qanday halokatga olib kelganini ko'rsatadi. Olim o'lik tanalardan maxluq yaratadi, lekin bu maxluq unga bo'ysunmaydi. U qochadi, yashaydi va endi yaratuvchisini ovlay boshlaydi. Filmning ilk ko'rsatuvlari tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Ba'zi izohlarda bu film tomosha qilish hayotimdagi eng dahshatli tajriba edi. Yaratuvchi va maxluq o'rtasidagi munosabatlar juda ta'sirli. Kinematografiya va aktyorlik ijrosi a'lo darajada. Film nomi Frankenstein. Bu asar 1818-yilda Mary Shelley tomonidan yozilgan. Bu dunyodagi eng birinchi ilmiy fantastik romanlardan biri bo'lib, olim va uning yaratgan maxluqi o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadi. Film esa shu klassik hikoyani Halloween ruhida moslab qo'rquv va intriga bilan qayta taqdim qildi.